Tonggi suhbatlar. Adham Sharqoviy. Hazilkash insonlar edi. Muoviya ibn Abu Sufyon roziyallohu anhu Shomda ekanligida uning yonida Uqayl ibn Abu Tolib ham bor edi. Muoviya roziyallohu anhu hazillashib kishilarga dedi: Alloh taoloning Abu Lahabning ikki qo'li halok bo'lsin, halok degan oyatini o'qiganmisiz? Kishilar ha o'qiganmiz deyishdi. Shunda Muoviya roziyallohu anhu Uqayl roziyallohu anhuga ishora qilib, Abu Lahab bu kishining amakisi bo'ladi dedi. Uning gapiga javoban Uqayl roziyallohu anhu ham Alloh taoloning va uning xotini o'tin ko'targan ayol ham degan oyatini o'qiganmisiz? Kishilar ha o'qiganmiz deyishdi. Shunda Uqayl roziyallohu anhu qo'li bilan Muoviya roziyallohu anhuga ishora qilib, o'sha ayol bu kishining ammasi bo'ladi dedi. Ular hazilkash edilar. Odob bilan hazil qilishar, fahish so'zlardan uzoq edilar. Qalblari Alloh tomon yurib, Qur'on bilan yumshar edi. Yuzlari insonlarga tabassumli edi. Imom Ibrohim Naxa'iy rahimahullohdan so'rashdi: Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalari kulishar edimi? U zot javob berdi: Ha, iymon ularning qalbida xuddi baland tog'lar kabi edi. Nuaymon ibn Amr roziyallohu anhu Badr g'azoti ishtirokchilaridan. U Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldilarida ham kulaverar edi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u jannatga kulib kiradi degan edilar. Ular Allohning hadlarini qoyim qilishar, dunyoviy nasibalarni ham unutishmas edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir kuni bir uydan shovqin eshitdilar. Shunda atroflaridagi kishilardan so'radilar: Bu nimani shovqini? To'y bo'lyapti. Unda nega duf chalishmayapti? Ular hazilkash edilar. Mavizani lutfdan bo'lgan idishda taqdim qilishar edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bir kuni bir arobiyning shoshilib ruku va sajdalarni risoladagidek qilmayotganini ko'rib qoldilar. U kishi namozdan forig' bo'lgach, ey Robbim, meni hurlarga uylantirgin dedi. Shunda Umar roziyallohu anhu unga mahrni kamaytirib, sovchilikni ko'paytirib yubording dedilar. Imom Shabiy buyuk tobiinlardan. U zotning ismi Omir ibn Shurahbil. U kishi faqih, shoir, ishonchli kishi edi. 6 sahih kitobining sohiblari u zotdan hadis rivoyat qilishgan. Xalifa Umar ibn Abdulaziz rahimahulloh Imom Shabiyni qozilikka qo'ydi. Shabiy hazilkash, shirin so'z va nuqtadon kishi edi. Bir kishi uning oldiga kelib soqolga mahs tortish haqida so'radi. Shabiy barmoqlaring bilan mahs tortasan dedi. Shunda u kishi unda soqollarim ho'l bo'lmaydimi deb qo'rqaman dedi. Shabiy unga unda soqolingni kechqurun suvga ivitib qo'y dedi. Bir kishi Imom Shabiy rahimahullohning huzuriga kelib dedi: Men uylangan edim. Keyin bilsam xotinim oqsoq ekan. Uni qaytarib yuborsam bo'ladimi? Imom unga dedi: Nima? U bilan yugurish musobaqasi o'ynamoqchimisan? Ibnul Javziy rahimahulloh Axbaruz Zurrofda aytadi: Shabiy bir ayol bilan gaplashib turganida bir kishi kelib so'radi: Qaysi biringiz Shabiysiz? Shabiy rahimahulloh qo'li bilan ayolga ishora qilib, u Shabiy dedi. Ular hazilkash edilar. Ular she'rni tinglashar, undan rohatlanishar va shoirni taqdirlashar edi. Ibn Hishom rahimahulloh siyratda zikr qiladi. Ka'b ibn Zuhayr o'zining mashhur qasidasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ko'ngillarini yumshatish uchun shunday dedi: Suvot uzoqlashib, qalbim parchalanib, aqlim yo'qolgan holda xuddi asirlikdan uni ozod qilishga fidyasi yo'q, oyoq qo'li bog'liq kishiga o'xshab qoldim. Ka'b qasidasining nasriy bayoni. Menga Rasulullohning va'id qilganlari xabarini berishdi. Rasulullohdan af umid qilinadi. Albatta Rasululloh yoritadigan nur va Allohning yalang'ochlangan qilichidirlar degan joyiga kelganida Nabiy sollallohu alayhi vasallam
Burdalarini yechib, unga kiydirib qo'ydilar. Mubarrat al-Komilda aytadi: Ibn Abbos roziyallohu anhu Umar ibn Abu Robiyadan she'r o'qib berishini so'radi. U o'zining Al-G'azaliyya qasidasini o'qib berdi. Ibn Abbos roziyallohu anhu uni bir eshitishda yodlab oldi. Bizga nima bo'lganki, masjidda 2 rakat namoz o'qisak, xo'mrayib olamiz. Soqol qo'ysak, qalbimizni qulflab olamiz. Kiyimni kalta qilsak, tilni uzun qilamiz. Ikkitagina kitob ochsak, tabassumni yo'qotamiz. Bizga nima bo'lganki, kuchimizni musulmonga ko'rsatamiz. Qo'pol va dag'al qalbli kishilardan insonlar qochib ketishini unutamiz. Bu din yengil dindir. Uni muammoga aylantirmang. Bu din kengchilikdir. Uni torchilikka aylantirmang. Bu din hosildor bog'dir. Uni sahroga aylantirmang. Sulaymon alayhissalom butun yer yuziga hukmdor bo'la turib, chumolining gapiga tabassum qilgan edilar. Muhammad sallallohu alayhi vasallam 7 samoga ko'tarilgan bo'lsalar-da, o'zlarini sog'ingan bir yog'ochni quchoqlagan holda tasalli bergan edilar.